Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Bugungi mavzuyimiz odamlar ichida xijolat bo'lish. Ya'ni odamlar bilan suhbatda yoki ko'chada, avtoulovlarda yurganingizda yoki avtobusda, marshrutkalarda yurganingizda odamlar menga qarashyapti. Odamlar men haqimda nima deb o'ylayapti? Kiyimimga qarab kulyaptimi yoki o'zimgami degan xijolatlik bo'ladi yoki odamlardan cho'chish bo'ladi. Shuni unutmangki, odamlar siz bilan ishi yo'q. Har bitta odamning o'zini oilaviy muammolari bor. Hech qachon o'ylamang odamlar nima deydi deb. Odamlar siz bilan ishi yo'q. Mabodo ijtimoiy tarmoqlarda turli xil yangiliklar bo'layotgan bo'lsa ham, bu odamlar yangiliklarni ko'radi, lekin ko'chaga o'zini ishxonasiga boradi, o'zini qo'y qo'zisiga ovqat berishga boradi. Odamlar siz bilan ishi yo'q. Mana shu narsani eslab qoling, yodda saqlang. Ya'ni xijolat bo'lmang. Ichingizdagi gaplar bo'lsa, ichki mohiyyatingizni yoritib bermoqchi bo'lsangiz, o'zingizga tushuntiring yoki qog'oz ruchkadan foydalaning. Yoki bo'lmasam siz doim esingizda bo'lsin. Odamlar menga qaramasligida emas. Ha, odamlarda ko'z bor, qarashi mumkin. Lekin odamlarning men bilan ishi yo'q degan xayolni oldinga surib va hayotiy yo'lingizda oldinga olg'a